Yana bir odatlarimdan biri bu chesnok polufabrikati. 4-5 ta golovka chesnokni 3 soat oldin suvga botirib qo'yamiz. Keyin postlari yumshoq bo'lgandan keyin artishni boshlaymiz. Keyin mana bunaqa uskunada yoki bo'lmasa chopperda maydalaymiz. Bir qanchasini maydalab, yig'ib, likopchaga to'ldiramiz. Ishoninglar, qizlar, mana shunaqa chesnokni polufabrikat qilib qo'ysanglar, shu retsept asosida har bir ovqatinglar, har bir salatinglar juda ham bir mazali chiqadi. Alohida tovaga suv qaynatib, unga 5-6 ta lavr barglaridan solib, tovani likopcha bilan yopib, damlab qo'yamiz. Mana qirg'ichdan chiqarilgan chesnoklarimiz ham yig'ilib, uni qoliplariga presslab chiqamiz. Har bitta qolipga qoshiqda solib yoki bo'lmasa qo'llaringizda tekislab chiqsanglar ham bo'ladi. Keyin esa oz-ozdan bir chimdan tuz solib chiqamiz har bitta presslangan qolipchalarga. Lavr bargidan qaynatilgan damlamani 5 gram yoki 10 gram shpritsda quyib chiqamiz. O'zimizga udobniy bo'lish uchun shpritsdan foydalansak, tayyor bo'lgan chesnok qolipchalarimizni muzxonaga solamiz. Qolgan chesnoklarni esa mana shunday salofanga presslab, qotirib, qattiq zich qilganimizdan keyin ustidan pichoq bilan yurg'izib chiqsak, muzxonada qotib, bu ajralish osonroq bo'ladi. Mana 8-10 soatlardan keyin muzxonadan olib, chesnoklarimizni qolipdan bo'shatamiz. Maxsus idishga yoki konteynerlarga joylasangiz ham bo'ladi. Mana chesnok polufabrikatimiz ham tayyor. Har bir ovqatingizga, har bir sho'rvalarga yoki bo'lmasam chuchvaralarda mana shu chesnokni sariyog' bilan aralashtirib olsangiz ham juda ham shirin bo'ladi. Foydali maslahatim sizga manzur bo'lgan bo'lsa, like va podpiska tashab qo'ying.